Agar o't qopi bo'lsa-yu, lekin o't qopi o'zini funksiyasini to'liq bajarib bermaydigan bo'lsa, bu holat keyinchalik o't qopida toshi hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Toshlar hosil bo'lishiga sabab bo'luvchi asosiy faktor bu gipomotorniy diskineziya jelshnova puzыря. Ya'ni o't qopi diskineziyasi vujudga kelgan holatda o't qopi ovqatdan keyin to'liq qisqarmaydi. Va bu esa keyinchalik o't qopida dimlanish jarayonini vujudga keltirishga sabab bo'ladi. O't qopida dimlanish jarayonlari uzoq muddat davom etishi natijasida o'sha o't qopi tarkibiga kiruvchi kristalloidlar, kalsiylar bo'lishi mumkin yoki xolesterinlar bo'lishi mumkin yoki bilirubinlar hammasi bir-biri bilan birlashib keyinchalik toshlar hosil qilishiga sabab bo'lishi mumkin. O't qopida aytib o'tganimizdek 3 xil tosh bo'ladi. Bu 3 xil toshni ham o'ziga yarasha funksiyasi mavjud va aynan shu 3 xil toshdan kelib chiqqan holatda o't qopidagi toshni eritish imkoni bormi yoki yo'qmi? Bu haqida bir aniq ma'lumot olish mumkin bo'ladi. O't qopidagi toshni qanday qilib aniqlash mumkin tarkibini deydigan savol juda ham ko'p bo'ladi. Bundan oldingi videoda ham bu haqida ma'lumot berib o'tganman, hozir ham qaytib o'tishim mumkin. O't qopidagi toshni aniq qilish maqsadida bemor qorin bo'shlig'i MSKT tekshiruvidan o'tkaziladi va qorin bo'shlig'idagi o't qopini tarkibi aniq qilib ko'riladi. Bu Hansfeld shkalasi bo'yicha aniq bo'ladi va bemordagi o'sha o't qopidagi tosh tarkibi aniq bo'lgandan keyin bemor xolesterinli yoki bilirubinli yoki kalsiyli toshligi aniq qilib ko'riladi. O't qopidagi toshni hajmi ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Agar hajm 1-2 sm dan yuqori bo'ladigan bo'lsa va tosh tarkibi kalsiy va bilirubindan tashkil topgan bo'lsa, bu toshni eritish imkoni mavjud emas. Bu toshlar erimaydigan toshlar hisoblanadi va bu toshlar juda ham qattiq tosh hisoblanadi. Kalsiyli toshlar buni oddiy misol qilib, o'sha ko'chada yotgan shag'al toshiga misol qilib keltirsak bo'ladi. Bu xuddi shunday qattiqlikka ega bo'lgan tosh hisoblanadi. Lekin bilirubinli toshlar bu kalsiyli toshga qaraganda yumshoqroq bo'ladi, lekin bu toshni eritish imkoniyati mavjud emas. Xolesterinli tosh bo'ladigan bo'lsa va tosh tarkibi 1-2 santimetrdan past bo'ladigan bo'lsa, 0,6 santimetr yoki 0,8 santimetr bo'ladigan bo'lsa va endi hosil bo'lgan tosh bo'ladigan bo'lsa, bu toshni eritish, ya'ni preparatlar yordamida eritish imkoni mavjud. Agar o't qopi bo'lsa-yu, lekin o't qopi o'zini funksiyasini to'liq bajarib bermaydigan bo'lsa, bu holat keyinchalik o't qopida toshi hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Toshlar hosil bo'lishiga sabab bo'luvchi asosiy faktor bu gipomotorniy diskineziya jelshnova puzыря. Ya'ni o't qopi diskineziyasi vujudga kelgan holatda o't qopi ovqatdan keyin to'liq qisqarmaydi. Va bu esa keyinchalik o't qopida dimlanish jarayonini vujudga keltirishga sabab bo'ladi. O't qopida dimlanish jarayonlari uzoq muddat davom etishi natijasida o'sha o't qopi tarkibiga kiruvchi kristalloid